Jizzaxlik mahallasida umumxalq Navro'z bayrami katta tantana va yuqori kayfiyatda nishonlandi. Ushbu quvonchli tadbir mahallaning o'ziga tegishli stadion hududida tashkil etilib, chinakam xalq sayliga aylandi. Bayramda mahalla aholisi, fermerlar, homiylar va faol fuqarolar birlashgan holda ishtirok etib, birdamlik va hamjihatlik namunalarini namoyon etdilar. Har bir ishtirokchi ushbu bayramga o'z hissasini qo'shib, Navro'zning haqiqiy ruhi, mehr-oqibat, saxovat va birlikni yana bir bor yuksak darajada his qildirdi. Tadbir davomida mahallada joylashgan 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari barchaning e'tiborini tortdi. Yosh iste'dod egalari milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va Navro'z an'analarini aks ettirgan chiqishlari bilan tomoshabinlarga unutilmas taassurotlar ulashdilar. Bayramning yana bir yorqin jihatlaridan biri mahalla ayollarining faol ishtiroki bo'ldi. Ular milliy liboslarda sahnaga chiqib, dilbar raqslari bilan bayramga yanada fayz va ko'tarinki kayfiyat bag'ishladilar. Bolajonlar esa bayramni yanada jonlantirib yubordilar. Ular futbol o'ynab, quvlashma cho'qqilab, varrak uchirish kabi milliy va zamonaviy o'yinlar orqali o'z quvonchlarini namoyon etdilar. Bolalarning samimiy kulgisi va sho'x-shodon harakatlari bayramning eng go'zal manzaralaridan biriga aylandi. Shuningdek, mahalla oqsoqollari va nuroniylari ham tadbirda faol qatnashib, o'z duolari va ezgu tilaklari bilan yig'ilganlarga o'zgacha ruh bag'ishladilar. Ular Navro'zning fayzi, tinchlik va farovonlik tilaklarini bildirib, yosh avlodga pand-nasihatlar qildilar. Ushbu bayram nafaqat madaniy tadbir, balki insonlarni birlashtiruvchi, mehr-oqibatni mustahkamlovchi muhim voqea sifatida yodda qoldi. Jizzaxlik mahallasidagi Navro'z sayli yana bir bor shuni isbotladiki, birlik bor joyda baraka bor.